alaykum bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilar va aziz kitobxonlar. Bugungi video roligimizda sizlarga kutubxonamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Kutubxonamizga quyidagi jamoat transportlari va shuningdek shaxsiy avtomobillarda yetib kelishingiz mumkin. Qaniki kutubxonamiz haqida yana ham yaqinroq tanishamiz. Mamlakatimizda dastlab ko'zi ojiz fuqarolar Alisher Navoiy nomidagi xalq kutubxonasi, hozirgi O'zbekiston Milliy kutubxonasining Louis Braille yozuvidagi kitoblar fondidan foydalanganlar. U mustaqil kutubxona sifatida 1951-yil ajralib chiqqan. Shuningdek, 1965-yilga kelib respublika maqomiga ega bo'lgan. Kutubxona bugun kunda barcha hududiy ko'zi ojizlar kutubxonalari uchun yuqori markaz vazifasini bajaradi hamda ko'plab maktab, internat va muassasalarga ko'chma xizmat ko'rsatadi. Kutubxonamiz asosiy faoliyati ko'zi ojiz foydalanuvchilarning Braille yozuvidagi kitoblar, audio kitoblar va zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ta'minlashdir. Shuningdek, uydagi nogironligi bo'lgan shaxslarga kitoblar yetkazib berish xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Kutubxona tarkibi 6 ta bo'limdan iborat bo'lib, ular foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish, kitob jamg'armasini boyitish va saqlash, metodik yordam, audio kitoblar tayyorlash hamda Braille adabiyotlarini nashr etish kabi vazifalarni amalga oshiradi. Shuningdek, kutubxonamizda zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan bo'lib, barcha kompyuterlar MVD va JAWS Screen Reader dasturi bilan ta'minlangan. Shu orqali ko'zi ojiz foydalanuvchilar kompyuterdan bemalol mustaqil foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Bizning kutubxonamiz sizga qiziq bo'lsa, keyingi videolarimizni kuzatib boring.